Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan eng muhim aktual mavzu, ya'ni kechiktirish mavzusi haqida gaplashamiz. Ya'ni bu nima? Ya'ni kechiktirish bu qanaqa odat turi? Umumiy har bitta insonda shunaqangi holat bo'ladi. Ya'ni bu sizda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu qaysi holat? Ya'ni bir ishda, ya'ni muhim bo'lgan ish yoki bir og'ir bo'lgan bir vazifa bo'ladi oldingizda va buni qilmoqchi bo'lasiz va ishni rejalashtirasiz va birozdan keyin, oradan 5 daqiqa o'tgandan keyin siz o'zingiz Instagramda ko'rasiz. Yoki shunaqangi holatlar bo'ladi. Ko'p shogirdlarimiz, ko'p tanishlarimiz, do'stlarimiz bilan gaplashganda asosan kitob o'qish haqida ko'p muammolarga, ya'ni kitobni boshlash, kitobni o'qish haqida juda ham ko'plab shikoyatlar bilan gapirishadi. Ya'ni bunda ham kitobni ochasiz, kitobni o'qiyman deb boshlaysiz va bir qisqa muddatdan keyin o'zingiz bir qanaqadir bir ijtimoiy tarmoq yoki qo'lingiz qanaqadir bir telefonga yugurishni boshlaydi. Va natijada sizda ishni kechiktirish, ya'ni ortga surish, keyin ham qilsam bo'laveradi va bu narsa asosan miyada stressni olib keladi. Ya'ni miyada stress deganda siz bitta og'ir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, og'ir bir oldingizda vazifa turganda miya signal beradi. Ya'ni bu miyada stress paydo bo'ladi. Qanaqadir o'zingizda emotsional zaiflik bo'ladi va bu reaksiyadan qochish va buni o'rniga oson va tez dopamin, ya'ni miyani rag'batlantiruvchi dopaminga moslashgan ishlarni qilishga moyillik paydo bo'ladi. Ya'ni bu qanday ishlar? Misol uchun Instagramda o'tirish, qanaqadir qisqa video reelslarni ko'rish, YouTube'da, TikTok'da yoki Telegram tarmoqlarida vaqt o'tkazish kabi narsalar kiradi. Ya'ni bu insonda qisqa va oson dopamin ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Ya'ni miyani mukofotlovchi valyuta sifatida gapirsak ham bo'laveradi bu dopamin dozasini. Dastlab inson qisqa reelslarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazishda dastlabki bosqichida, ya'ni bitta yoki ikkita reels yoki 3 ta reels orqali miyada dopaminni, ya'ni rag'batlanish tizimini shu og'ir vaziyatlarda qilish kerak bo'lgan ishlarning o'rnini shu orqali qoplaydi. Va bu keyinchalik shunaqangi narsa bo'ladiki, ya'ni siz avval ko'rgan ya'ni reelslarga yoki ijtimoiy tarmoqlarda ajratgan vaqtingiz keyinchalik bundan ham ko'proq vaqt o'tkazishga doir vaqt o'tkazishingiz kerakligi va bu ijtimoiy tarmoqda siz avval qanchadir muddat reelslarni ko'rayotgan bo'lsangiz, keyinchalik sizda miyada dopamin ajralib chiqishi bundan ham ko'proq reelslarni ko'rishga sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu qisqa qilib aytganda miyada stressda paydo bo'ladi va bu ortga surish kerakligini va reaksiyadan qochishga, ya'ni miya signal beradi. Bunda nima qilish kerak? Buni yechimlari juda ham ko'p. Bu haqida biz ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda, podkastlarda gapirganmiz. Ya'ni avvalambor inson o'zini nazorat qila olishi kerak va bugungi dunyoda fokus, ya'ni diqqatni bir nuqtaga qaratish, diqqatni bir ishga qaratish bu juda ham super skilllardan, ya'ni super mahorat turlaridan biriga aylanib bormoqda. Ya'ni insonlar bitta ishga diqqatni qaratish yoki bir ishni bajarishda yoki kitob o'qishda hayollari tarqoq bo'lishi va o'sha o'rganayotgan ilmi yoki fikrlarini jamlay olmaslik kabi nimalar bilan aziyat chekishadi. Holatlar bilan aziyat chekishadi. Va bunda asosiy metodlardan biz ko'proq Pomodoro uslubini aytib o'tganmiz. Ya'ni biz qanchadir daqiqa, ya'ni bitta ish bilan shug'ullanib, ya'ni ijtimoiy tarmoqni polyot tizimiga o'chirib yoki boshqa bir chalg'ituvchi vositalardan uzoqlashgan holatda bajarib, ya'ni qanchadir deadline qo'yib, ya'ni ishga kirishish. Ya'ni Pomodoro uslubida biz bu haqida YouTube'dagi sahifamizda aytganmiz va bundan tashqari xalqda bir ilmiy maqol bor. Ya'ni eng og'ir ishlarni ertalabda ye degan. Ya'ni ertalabda asosan endi hammani organizmi har xil. Kimdir ertalabki faoliyatida samaradorlik yuqori bo'lishi mumkin, kimdir tunda, ya'ni kechki nimadan keyin samaradorlik yuqori bo'lishi mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, menda misol uchun shaxsan ertalabki, ya'ni kunduzi ertalabdan boshlab tushlikka bo'lgan davrda, ya'ni qiladigan ishlarim samaradorligi yuqori bo'ladi. O'shuning uchun sizlarga ham ikkinchi tavsiya bu eng og'ir va eng qilish qiyin bo'lgan ishlarni ertalabda, ya'ni birinchi shundan boshlash kerak. Buni Brian Tracy'da kitobida, ya'ni ertalab eng yomonidan ye, ya'ni qurbaqani ertalabda ye deganda mana shu nazariyani tilga olib o'tgan.
Kechiktirish bu sizdagi bir qanaqadir bir hozirgi imkoniyatni qo'ldan chiqarish emas, bu hayotdagi o'zingizni o'rningizni topishingizni va o'zingizni kimligingizni anglab yetishingiz uchun kechiktirish bu juda ham qiyin holat hisoblanadi va bundan chiqish umumiy olib qaraganda hamma aytishi mumkin qanaqadir metodlarni qilishda yoki qanaqadir bir samaradorlik effekt beruvchi mobil ilovalardan yoki nimalardandir foydalanish haqida aytib o'tilgan. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarni cheklash, unga qanaqadir deadlinelar qo'yish, qaysidir mobil ilovalardan foydalanib Instagram yoki TikToklarni qanchadir muddatdan keyin avtomatik, ya'ni bloklash holatlari haqida ko'plab ma'lumotlarni va sizlarga tavsiyalarni ko'plab eshitgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, bu narsalar qaysidir ma'noda effekt beradi, lekin aslida olib qaraganda kechiktirish yoki miyani tarqoqligi va ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni ko'p o'tkazishni yengish bu juda ham qiyin masala, lekin buni yechimi oddiy, shunchaki buni boshlash kerak. Ya'ni buni ilk qadamini qo'yish kerak va shunda sizda mana shu yaxshi yomon odatlarning o'rniga yaxshi odatlar, ya'ni kitob o'qish, sport zaliga chiqish yoki bo'lmasam ma'lum bir ilmiy ish bilan ishlash yoki misol uchun talabalarimiz, biz asosiy talabalar bilan ishlaymiz, yoshlar misol uchun IELTS yoki TOEFLga tayyorgarlik bo'yicha qaysidir instrumentlarni, qaysidir mahorat turlarini shakllantirishga doir ishlar bilan mashg'ul bo'lish, ya'ni buni birinchi ilk qadamni boshlash kerak. Sizda ikkita yo'l bor, ya'ni ertalab turib siz iste'molchi bo'lishingiz mumkin yoki yaratuvchi bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz ertalab turib telefonni qo'lingizga olib iste'molchi rolga o'tishingiz mumkin yoki daftarni olib bugungi qiladigan ishlarni yozish va qilishi mumkin bo'lgan muhim ishlarni muhimligiga qarab ajratib yozish orqali siz yaratuvchi bo'lishingiz mumkin va bugungi sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan qisqa mavzuyimiz shundan iborat edi. Rahmat, sog' bo'linglar.